Nilufar Usmonova turmush qurish bo'yicha keladigan takliflarga qanday munosabatda bo'lishi haqida gapirdi. Xonandaning aytishicha, hayotida turli xil takliflar ko'p bo'ladi va u bunday vaziyatlarda avvalo insonning e'tibori hamda muhabbatini qadrlashga harakat qiladi. Rahmat, qabul qildim deyman, chunki bir insonning e'tibori muhabbatini yerga turishiga haqqim yo'q, deydi u. Xonanda ta'kidlashicha, ayrimlar uning ajrashganini eslatib, turmush qurish takliflarini qilsa, boshqalar turmush qurmasdan birga yashash kabi variantlarni ham aytadi. Har bir variantlar ko'p, lekin men o'zimning hayotimda ko'p baxtliman, deyman. Nilufar Usmonova bu borada o'z tanloviga sodiq ekanini bildiradi. U shuningdek, hayotidagi yaqin insonlari uchun ham doimo duo qilishini aytib, Allohim bebaxt o'lim berma deb ko'p duo qilaman. Hayotimda kim bo'lsa ham insonning umrini ziyoda qilgin deb duo qilib turaman, deydi. Nilufar Usmonova vaqtini yaqinlari bilan o'tkazishda bir-biriga bo'lgan e'tibor va mehnatda ko'rinishini qo'shimcha qiladi. U omma orasida yulduzning qizi deya e'tirof etishga ham munosabat bildirish, bu borada onasining pand-nasihati eslatadi. Oyim aytadi, agar mening obro'yim